Xullas, hammasi tajriba quyonchasi bo'lishgan. Ular hammasi o'lib ketishgan. Meni ham qismatim shu. Biz shu uchun dunyoga kelganmiz. Quyonlar uchun bu sharafli ish. Ha. Ha-ya. Ishim boshlandi. Juda ham qo'rqinchli, ha? Lekin men shunchaki ishimni qilyapman. Qo'y, Ralf. Qayerdan bir sevishni ko'ribman. Ha, ularmi? Ketimdan yurishibdi va qanaqadir hujjatli film olishmoqchi. Ulardan iltimos qil, bizni qutqarishsin. Qutqarishsin, bu yerni olib ketsin. Bizni qutqarishsin. Iltimos. Men juda ham qo'rqyapman. Men sizlarni eshitdim. Okey. Menga qarang. Bu joyni kesib tashlab bo'ladi-yu, ha? Boshlandi. Nima demoqchi edim? Sizlarga murojaatim hayvonlarga... Yo'qqa qarasangiz. Noto'g'ri turib olasiz. Ha, uzr. Men to'g'ri turdimmi? Ha, bo'ladi. Xullas, nima demoqchi edim? Sizlarga murojaatim hayvonlarga tajriba qilib ishlab chiqaradigan kosmetika, ko'zdagi suriladigan shampunlar, quyoshga qarshi kremlar, umuman barchasi vannangizda turgan hamma kremlar, kosmetikalar. Sizlar bo'lmaganingizda men ochig'i ishsiz qolgan bo'lardim. Qayerdadir o'rmonda. Oddiy quyondek. Hammasi zo'r. Sizning chiroyingiz uchun hayvonlar ozor chekishi yoki qurbon bo'lishini bilarmidingiz?